Men operatsiyadan qo'rqadigan bemorlarni juda yaxshi tushunaman. Shuning uchun har safar 3 ta narsani tushuntirib o'taman. Buni siz ham eshiting. Operatsiyani siz tanlamaysiz. Aksincha, sizning umumiy holatingizdan kelib chiqib operatsiya tanlaniladi. Ya'ni sizni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf qilish maqsadida. Ikkinchisi, operatsiya deb sizni qo'rqitish emas, asosiy maqsad sizni qiynab kelayotgan kasallikni bartaraf qilish. Uchinchisi, yillar davomida sizni qiynab kelayotgan kasalliklar, shikoyatlar, og'riqlarni bitta operatsiya yo'li bilan hammasini xalos qilish maqsadida operatsiyani bajariladi. Maqsad operatsiyadan keyin bu narsalardan batamom qutulish. Eng asosiy fishkasi operatsiyadan keyingi reabilitatsiya, ya'ni o'z vaqtida kelib, ko'rikdan o'tib, operatsiya qilgan shifokor bo'ldi, boshqa kelmasangiz ham bo'ladi deguncha kelbersangiz, ko'zlagan maqsadingizga erishasiz. Operatsiya natijasi ham biza kutgandek bo'ladi. O'shaning uchun doim ko'rik, o'z vaqtida ko'rikka kelib turish kerak. O'zingizni asrang.